Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizni ham boshlaymiz. Endi bu darslardan 3 ta qismini Midjourneyga bag'ishlaymiz, chunki Midjourney orqali rasmga doir nima bo'lsa qilishimiz mumkin. Bola o'rmonda yashaydi deganni ko'rishlaringiz mumkin. Rasm generatsiya qilinganlarni chiqarib berdim. Sifatlari juda zo'r. Xuddi mana haqiqiyga o'xshaydi. Bu yerda mana versiyasi bor. Versiyasini ko'rsak, bu 601 5.5.5 ham ishlatardik. Hozir mana 601 yangi versiyasi. Keyin mana bu yerda ko'rsalaringiz description, ya'ni prompt. Prompt qanaqa bo'lganini. Mana bu yerda boy was 7 years old with short blonde hair. 7 yoshli bola, qisqa mana bu soch bilan, kalta soch bilan, ko'k ko'z. Keyingisi create. Bu yerda biz qidirgan, biz rasm generatsiya qilganlarimiz shu yerda turadi, create. Bu organize. Personalize hali bu o'zimda ham chiqmadi. Buning uchun 500 ta rasmga birinchini berib chiqishim kerak, like bosib chiqishim kerak, ya'ni qaysi biri yaxshi deb. Shundan keyin bunga dostуп bo'ladi. Bu editasi hali o'zimda ham yo'q. Buning uchun mana bu yerda 10,000 ta rasm qilgan bo'lishingiz kerak yoki yillik tarifda bo'lishi kerak. Bu bizga kerak emas. Keyin chatda ham odamlar qilgan ishlarini bo'lishib, keyin esa u bo'yicha gaplashishga juda yaxshi. Ingliz tilini bilsangiz. Test bu vazifalar mana bu yerda har xil bonusli yutib olishingiz mumkin. Ya'ni first hours 2000 ta rasmga kuniga shunaqa like'lar bosib, shunaqa yutib olsak bo'ladi. Bular bizga kerak emas. Eng asosiysi mana bu yerda endi biz rasm generatsiya qilmoqchi bo'lsak, mana what will you imagine degan joy bor. Shu yerdan boshlaymiz. Yozamiz endi. Birinchi agar o'zbek tilidan ingliz tiliga qilmoqchi bo'lsak, Google Translate dan mana o'zbek tiliga o'tkazib qo'yamiz. Bu yerda mana ingliz tiliga o'tkazib, keyin buni kopiya qilib olamiz. The boy lives alone in the forest. Keyin bu yerda mana bu nastroykalar bor. Shularni bir to'la ko'rib chiqamiz. Square, ya'ni 1/1. Bu portret. Bu yerda landscape. Iloji boricha razmer mo'ljallaydi. Agar 16:9 YouTube yoki ijtimoiy tarmoqlarga yoki o'zingiz televizorga yoki bu narsa bo'lsa, men 16:9 maslahat beraman. Bulardan foydalansangiz bo'ladi. 1/1. Agar mana bu yerda 9:16 bor, bu telefon formati bo'ladi. Shunga ko'pincha o'zim 16:9 foydalanaman. Keyin mana bu yerda versiya bor. Bu aytmoqchi bo'lganim 501 502 661. Keyin media 6 degan bor. Anime stilga o'xshatib qilib beradi. Buni ham foydalanamiz. Hozir bizga eng oxirgi versiyasi 601 yoqamiz. Bu qolganlar turaveradi, ularga tegmaymiz. Mana bu yerda stylization bor, stillashtirish bor. Bularga ham tegmaymiz. Bu vertiniz g'alatiligi, ya'ni u bu o'zi ideya qo'shib bu narsalar qilib tashlaydi, ularga kerak emas. Tarif turadi. Işte turbo bor. Turbo boy ko'rgan bo'lsangiz, mana bu 15 soat bergan edi-yu. 15 soatdan ishlatmaydi, bu o'zi ishlatadi. Fast bu 15 soat vaqtimiz bor. Ya'ni 15 soat vaqt beriladi. Masalan, har bitta rasm generatsiyaga menimcha bir 15 sekund, 20 sekund ketsa, mana shundan kamayib boraveradi. Relax ham tursa bo'ladi. Hozircha fastga qo'yib qo'yamiz. Keyin bo'lgandan keyin enter bosamiz. Bolani qilib berdim, mana o'rmonda yolg'iz yashaydi.
Endi bittalab nastroykalarni sekin ko'rib, keyin spam promptlarni ChatGPTsiz hozir shu yerning o'zida promptlarni ko'rib ketaveramiz. The boy lives alone in the forest deb yozdik. Endi bu yerda masalan bizga kerak emas narsalar bo'lishi mumkin. Unga negativ degan narsa bor, bilsalaringiz, o'sha narsani olib tashlaydi. Uning uchun tire bor. Ikkita tirani qilamizda, no qilib, bu o'sha keraksiz narsani olib tashlamoqchi bo'lsak, masalan, rasmdan no cartoonic style deymiz, ya'ni multfilmday bo'lmasin degan maqsadda. Qaranglar, men bitta probelni bosdim, keyin men ikkita tire no cartoonic style qilamiz. Уже negativ prompt qo'shganimizga endi multfilm sifatida qilib bermadim. Bundan oldingiz men ko'rishlaringiz mumkin. Multfilmlar qilib berdim. Endi men hayotiy qilib berdim. The boy lives alone in the forest, no cartoonic style. No cartoonic style. Keyin green landscape. Qani yashil arxitektura, mana bu yashil fonni ham olib tashlayman, ya'ni agar sketch qolmoqchi bo'lsak, mana bu yerda open image new tabni bosishimiz mumkin. Keyin mana bu yerda сохранить qolishimiz mumkin. Сохранить изображение. Shu yerda o'zida masalan save image qilib сохранить qolamiz. Bo'ldi, endi keyingiga o'tamiz. Prompt yozamiz. A master piece painting of a massive cat, a massive evil cat, nice fern, pastel colors. Hozir biz buni stilini, ya'ni bu qaysi stilda bo'lishini yozdik. Mana hozir Google Translate tarjima qilib ko'rsataman. Chiroyli fermada katta yovuz mushukning eng yaxshi rasmi pastel ranglar bilan. Hozir pastel ranglar bilan qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Sal sekin bo'lyapti. Keyingisini neon color ko'ramiz. Uni ham hozir tarjimasini ko'rishdaman. Neon colors, neon ranglar. Buni ham hozir oxiriga qo'shib qo'yamiz.
pastel color. Mana shu pastel palitralar bo'yicha qilib berdi. Stilni o'zgartirdi. Keyin mana ustiga bosamizda pastel color emas, neon colorsda qilib ko'ramiz endi. Keyingisini ko'k va yashil ranglar palitrasida qilib ko'ramiz. Bularni hammasini yozib olishlaringiz mumkin. Agar iloji bo'lsa bloknotga bu narsalarni yozib olsalaringiz, hozir hammasini birato'la ko'rib chiqamiz. Ko'rasizlarmi, oddiy mushukdan shuncha narsa qilamiz. Просто promptni to'g'ri yozsak bo'ldi-da. Hozir agar promptda oddiy narsalarni yozib qo'ysak, bunaqa natijalar olmasligimiz mumkin. Shunga prompt iloji boricha to'g'ri yozish kerak. Chunki hozir bu darsimizda ko'rib chiqamiz shularni. Keyin sepia ranglardan foydalanamiz. Google Translate'da ko'rsatishim oramizda ingliz tilini bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Shunga Google Translate'dan tarjima qilib ko'rsataman. Bu ham juda zo'r chiqdi. Mana ko'k bilan yashilni aralashtirib palitrada. Endi men kontrast bo'yicha hozir kengisini qilib ko'ramiz. Birinchisi low kontrast, ikkinchisi high kontrast, ya'ni kam kontrast bilan keyin ko'p kontrast ko'rib chiqamiz. Bu ham sepia rangda juda ajoyib chiqdi. Birinchi hozir low kontrast qilib ko'ramiz. Kengisini high qilib ko'ramiz. Keyin hozir men bu yerda fast, ya'ni tez bo'lgani uchun tez chiqarib beryapti. Hozir ko'ramiz, ya'ni necha soatim qoldi. Bugun o'zida 30 minut ishlatibman. Hozir общий yarim soatini ishlatibman. Hali bemalol. Bir vaqtning o'zida ikkalasi ham bo'lyapti. 4 tagacha variant chiqarib beryapti. Mana bu ko'rganimiz bu low kontrastda, ya'ni kam kontrastni qilib berdi hozir. Mana bu esa endi sal to'yimliroq. Ya'ni черный belgiga ham o'tkazib yuboribdi. Hech qisi yo'q. Dark low lighting. Buni ham endi qoraroq rangda qilib beradi. Fonlarni ham rangini ham moslab. Yarkroq qilib ko'ramiz.
Shularni iltimos sizlardan yozib olinglar. Dark low lighting desalaringiz mana shunaqa natija chiqarib beradi. Dark ya'ni qorong'u, keyin ozgina yorug'lik bo'lgan sifatida qilib beryapti-da. Ko'rishlaringiz mumkin, tepada yorug'lik bor, mana bu yerda qorong'ulik. Endi very sunny lighting juda yorug' sifatida qilib beryapmiz. Golden hour lighting. Peshin vaqtida qilib ber deganda zaprosga o'xshaydi bu ham. Golden hour lighting. Yorug'lik juda ko'p bo'lgan holatda. Buni ham yorug'roq qo'yardi. Keyin bu har doim 4 ta variant chiqaradi. Shunga o'zingizga mosini tanlab foydalanishingiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin, anime stil bo'lib ketdi. Mana shu ikkalasi yaxshi.